Oyisha Amonova Gulranoning moddiy zarar undirish sud hukmi nima bo'ldi bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman. Biz maqsadimizni ifoda qildik. Haq g'olib bo'lishligini isbotini sizlar bilan o'rtoqlashdik. Gulrano mavzusi to'qima mavzu ekanligi, Gulrano xalqning hissiyoti bilan o'ynashib, xalqni aldaganligini isbotini keltirib berdik. Sud ishlariga ko'rganinglardek aralashmadik. Ularni bu qilayotgan ishlarini orqasida yolg'on yotganligini isbotlab berdik. Ular endi avvalam aytganman, bir dona eshik qolgan, tavba eshigi. Boshqa har qanaqa eshigida ular botqoqqa botadi. Bitta eshigi bor, to'g'ri yo'lga olib chiqadi. Tavba eshigi. Chiqib xalqdan uzr so'rash kerak. Uzr bizni urib yechintirmagan edi. Biz tuhmat qildik. Bizni ustimizga bostirib kirishdi. Biz o'ynayotgan shaxmatga xalaqit qilishdi, shu deyish kerak edi bular. E'tirof qilsa bo'ldi, tugaydi hammasi. Xalq ham aytadi, inson xato qiladi. Bitta sanmi xato qilayotgan, men ham xato qilganman. Meni ham boshimda qancha gunohlarim bor. Odamlar shuni o'ylashni boshlaydi. Hozir o'zini oqlagan sari buni xalq qoralayveradi endi. Oqlagan sari qoralayveradi. Hali bu hayot oldinda o'lmasang, Gulrano, hali ko'rasan, ko'p narsa ko'rasan. Juda ko'p marta yuzingga solinadi. Agar yuzing qattiq bo'lib ketgan bo'lsa, ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin senga hali ko'p hayotingda bu oyog'ingga sham bo'ladi. O'shaning uchun hozirdan vohlido kuching borligida tavba qil. Senga kimdir nimadir desa, tavba qilganman deya olasan. Bo'lmasa qiyin. Tavba qilsang, seni hamma himoya qiladi. Tavba qilgan bu deydi. Sen oppoqmisan deydi. Bir ayol zino qildi. Uni yetalab olib kelib toshbo'ron qilishmoqchi bo'lishdi. Iso alayhissalom o'tib ketayotdilar. "Voy Iso payg'ambarman deysana?" "Ha, payg'ambarman." "Mana xotin zino qildi." Payg'ambar bo'lsang toshbo'ron qilib ber dedi. Iso alayhissalom qaradilar. Iso alayhissalom vazifalari jazolash emas. Nima qilishlari kerak? Iso alayhissalom qaradilarda, "Bo'pti" dedilar. Kimning gunohi bo'lmasa, o'sha birinchi toshni otsin dedilar. Hamma bir-biriga tikildi. Joyida qotdi. Iso alayhissalom payg'ambar. Payg'ambar bo'lganliklari uchun Alloh shunaqa farosat bergan u kishiga. Qani ayolni qutqarib qoldilar. Balki u ayol tavba qilgandir. Tavba qilgan odamga tosh otgan odam malomatga uchraydi. Tavba qilgan ayolga tosh otgan odam malomatga uchraydi. Shuning uchun Gulrano tavba qillaring. O'zingdan chiroyli suhbatdosh yasab olma. Men tavbani Allohga qilaman. Sen xalqni aldading. Xalqni aldaganing uchun xalqdan uzr so'raysan, keyin Allohga tavbang qabul bo'ladi. Shart shunaqa. Tavbaning shartlari bor. Xalqni aldab qo'yib, sekin borib turib Allohdan uzr so'rab olaman. Alloh taolo aytadi, sen xalqni aldading-ku. Xalqdan uzr so'raysan, xalq kechirsa kechiradi seni. Xalqni haqqini yedilar insonlar. Yo'q, bu gaplaring bir tiyin, tupurdim desang, yaxshi. Yuraver tupurib. Shamolga tupurganlarning ahvolini ko'ryapmiz. Haqqa tupuryapsanlar senlar. Haqqa tupurib ro'shnolik ko'raman deb o'ylayapsanlarmi? Borgan sari tupikka kirib boryapsanlar. Borgan sari. Hali yoshing ulg'ayadi. Hozirgi yuzingdagi safro qonni rangi ketadi. Bujmayasan hali. Va senga videolar ko'rsatiladi nabiralaring tomonidan. U paytda tishlaring ham to'kilib ketgan bo'ladi. R harfini chiqara olmayotgan bo'lasan. O'sha paytda keyin qiynalasan. Hozir tavba qilsang, kim senga ko'rsatsa ham, tavba qilgan odamga ko'rsatilgan narsani qadri qolmaydi. Ko'rsatgan odam aybdor bo'ladi. Sufiollar aytadilar: burungi holiga qilma nazora. Tangrim aziz etsa sanda nachora. Alloh aziz qilib tavbani qabul qilgan bo'lsa, biz choramiz yo'q. Alloh qabul qilsin. Tavba qilmasang, yuraversang shu 10 milliard undiraman deyapti. 10 milliarddan mantiqsiz.
Bu ikkita qamalgan odamlar urmagan. Ular meni unaqa zo'rlamagan. Deb endi 10 milliard menga ber deyapti. Urmagan ekan-ku, senga nimaga 10 milliard beradi ular? Mantiqsiz bu yerda.